Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Temirxan namlıq romanның davamı. 7. bab. Ayköl'deki uçuruşuş. Dünya ibret bilen tolğan. Şuningdek, ibret almıqçılarning ko'z yoshlari bilanmi to'lgan. Allama Zamaxshari. Miladiya 1342-yili Delvi divana mavsumidagi ma'lum kunlarning birisi. Qish fasli. Bo'libmi, mushundaq Delvi divana mavsumida kun to'limi qisqa bo'ladi. Shunga osonlik qorong'i tushib ketadi. Mana bugunmi quyoshning oxirgi yo'riqi hash-pash deguchilar ko'zdan yetdi. Qum daryosining ikki yoqasidagi bu Qum daryosi deganimiz Oqsu daryosining tarixdagi nomlarining birisi deydi. Qor bilan qoplangan jangalliqlar cheksiz gugum qo'ynida xuddi yaratquchi egisi o'zi barpo qilgan yo'riq kunduzni o'chirib tashlaganda paydo bo'lgan tutuq izlardek ko'zga girimsan tashlanib turadi. Onda sanda yulduzlar jimirlab turgan poyansiz osmon cho'ldarab qolgan daryo sohiliga qarab xursinib turgandek bilinadi. Qum daryosining kun petish tarafida Oyko'l deb ataladigan bir qadimiy qishloq bor edi. Bu qishloq qadimgi xon yo'lining yeniga joylashgan bo'lsa-mu, ammo intayin kichik va xilvat bir makon bo'lg'ashqa, bu yerga boshqa yerlardan odam intayin oz keladi. Oyko'l qishloqidan so'zlab chiqqan kichik bir yo'l bilan To'g'raq buloq degan jangalga yetib borg'ili bo'ladi. Odatda bu To'g'raq buloqqa odamga qaraganda yovvoyi hayvonlar ko'p kelishadi. Ba'zida bug'u marallar mo'zaylarni agashtirib, To'g'raq buloqda suv ichib qaytishida Oyko'l qishloqiga kelib qoladi-da, buk to'g'raqliqlarning ichidagi uylarni ko'rib, hayron qolgan qiyofatda bir hazog'icha tengirqab qarab turishadi. Ba'zida to'yg'andak bo'rlar kechalari qishloqni olib qo'ymay orlab, kishilarning qo'tonlariga tegish qiladi. Qatoriga 10-20 qo'yni yerib, bo'g'ib tashlagandan keyin orasidagi birasini so'rab elib ketadi. O'ylarning atrofidagi etizliqlarda dövi yig'ilgan o't cho'plarning ostida yovi to'shqanlar uvlaydi. Oyko'l qishloqidan chiqqan eshaklik ikki odam büyük to'g'raqliqning ichidagi chig'ir yo'lda kelayotgan edi. Ular ardaviliga qorong'i tushguncha yetib olishga oldirish kerak. Yilidan yilga eshaklarini devitib, ishtik minishga majburlashadi. Daryo sohilidan vijildab so'qiyotgan shivirg'an texmi kuchayishga boshladi. Soğuqning dastidan bu ikki yo'lovchi shumshuyib, parangmi silishmay ketyotadi. Chig'ir yo'l momdak to'nglab ketgan bo'lib, yo'ldagi to'ng tezaklarning eshak tuyoqlariga tekkanda charaqlab chiqqan ovozi yiroq-yiroqlargacha anglanadi. Tuyuqsiz to'g'raqliqning ichidan qattiq ho'kirab bir chipar yo'lbos yo'lovchilarning oldini to'g'ri kesib sakrab chiqdi. Bu tuyuqsiz yuz bergan ishdan qattiq mangdab qilishgan ikki yo'lovchi. Bugun ajilimiz to'shibdi deb eshakning ustidan yerga o'zlarini qandoq etishganligini bilolmay qoldi. Ularning beshi yerdagi to'ng tezakka tegib, hushidan ketishgunicha sunoyinib yetib qolishdi. Aslida odam va hayvondan zodi qo'rqmaydigan yo'lbos o'ljisini tirik yeyishga amroq bo'lganlikdan yerda o'dukda qetib ketishgan bu odamlarni ko'rib, ularni yeyishga darrov petnamidi va yerda sunoyinib yetishgan bu odamlarning yuziga tumishqini so'zib, takkizib purashga boshladi. Shu asnoda yo'lbosning qattiq burutlari yo'lovchilarning ichidagi birisining burun to'shikiga kirib ketib, hushidan ketib, o'likdak medirsidir qilmay yotgan bu odamni g'idiqlab hushiga keltirib qo'ydi. Bu odam qattiq bir tush ko'rdi. Yerda o'likdak ketib yotgan bu odamning tuyuqsiz tush ko'rishidan qattiq cho'chib ketgan chipar yo'lbos cho'chib ketdi-da, darhol orqasiga buralganicha ikki taqlabla qorong'ulik ichiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Tuyuqsiz yuz bergan bu peshkanlikka qarab, nima qilarini bilolmay mangdab turib qilishgan ikki yo'lovchi. Yo'lbos urkib qochib ketibmi, bir hazog'icha o'ziga kelishamadi. Birdamdan keyin oytal kursini pichirlab o'qishga boshladi. Yo'lovchidan birisi: "Ey hazratim" deb xitob qildi.
u yenidagi mo'ysipit birisiga. Uning parakanda bo'lgan ko'ngli mana endi o'z o'rniga tushgan edi. Aslida mushukning qichidagi go'shtdan, itning oldidagi sumakdan xotirjam bo'g'ilib bo'lmaydi. Biroq silining karomatlarining shafoatida ul yirtqushning bizga shikasta yetkazishidan aman eson qutuldik. Hayot, dedi mo'ysipit kishi beshini chayqab. Shayx Shahobiddin, bilamsan, hadis sharifda shundoq zikr qilinganki, Abu Hurayra raziyallohu anhu kechida yo'l yurganda Ayatul Kursini o'qigan, shundoq qilsang Allah seni qo'g'dashqa bir farishtani hamroh qiladi. Tang atqucha sana xiyim xatar yaqin yo'lamaydi degan ekan. Baya shayton lain yirtqush yo'lvas surtida kelib, bizga ziyon zahmat tig'ini beobara surmoqchi bo'lgan edi. Qodir Allah o'z karomatini oshkorlab, menimi va senimi ul ziyondosh yirtqushning hujumidan saqlab qoldi. Shayx Shahobiddin, Allah'ның karametiga hamda ishongansan? Ishondim. Hazreti Mevlana Shayx Jaloliddin Ketiki janoblari, Allah'ның bu karametlariga to'liq ishondim. Bu eg'ir yotqu bo'lgan chaq edi. Osmonda qor ushqunlab, shivirgan bag'asiri kuchayishga boshladi. Yo'lovchilarning badaniga tushib o'tishga boshladi. Ularning burunlari va yuzlari muzlig'idi. Jonga tegadigan so'g'uq yo'lovchilarning uchisidagi darvishlik jandisidan o'tib, qo'yinlariga g'urqirab kirgil turdi. Ular bayotin yo'lvosdan urkib, bayavan tarafga qarab qochgan eshaklarini ming bir jafoda tutib kelishdi-da, putlarini tushab, oldiga yem to'kib berib, xotirjam bo'lishgandan keyin isinmoq bo'lib, yo'l yoqasiga gulxan yiqishib o'tirishdi. Uying jangalda bo'lsa, o'tindan g'am qilmaysan degandek, yo'l yoqasida quruq o'tin degan nurg'un edi. Qo'l uzatsalar, hash-bash tugicha necha uloq o'tin tayyor qilib bo'ladi. Gulxandagi o'tinlar charaslab kuyishga boshladi. O't sho'lisi jangallikning ichini yo'p-yo'riq yo'rtibdi. Yo'lovchilar to'xtagan bu yer to'limi pinhon bir joy bo'lib, atrofidagi buk to'g'raq, qattiq bo'ron va shivirg'onga ozroq bo'lsa-mu dalda bo'ladi. To'g'raqning ostidagi atrofi muzdo'nglab ketgan kichik buloqdan bilakdak tomliqda suv bulduqlab eqib turadi. Buloqning atrofida nurg'un tezaklar bilan qo'yning moyoqlari chechilib turadi. To'g'raqlikning yuqori tarafi toki yiroqda girimsan ko'rinib turgan to'pilikning etaklarigacha so'zilgan shig'il toshliq soy edi. Hozir bu soyning ustini bir qavat qalin qor qoplagan edi. Kuyayotgan gulxonning sho'lisida qor ustida xuddi o'minchikning to'ridak har tarafga yeyilib va o'zaro kesilib ketishgan yovvoyi hayvonlarning izlarini ancha-muncha ilg'i qilib bo'ladi. Yo'lovchilardan birisi Yeliqi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketiki deb atalgan mo'ysipit kishi xurjundan chiroyli qatlangan bir tatirg'a juvoni ilib, tatirg'a juvodigini aylanib, oshlanib ishlangan qo'y terisidan tikilgan juvo deydi. Darvishlik jandisining ustidan ipin chaqlab olgandan keyin badashqan qurib, lavildab kuyayotgan o'tqa qarag'anicha cho'nqur xiyol surib o'tirdi. Atrof kechining mash'um jimjitligiga cho'mgan edi. Hazratim, nima o'ylayaptilar? Dedi Shayx Shahobiddin bu mash'um jimjitlikni buzish uchun. Shayx Shahobiddin, dedi Mevlana Shayx Jaloliddin Ketiki. Biz qum ostida qolgan shahri ketikni tashlab, Erdavilga qarab mangan chig'imizda men G'o'jizoda Arshidin va sen boshliq jimi yurtdosh yoronlar bo'lib, jami 15 kishi edik. Alhol 15 yildan buyon bu taraflarga chechilgan Xudoyi rizqimizni izlaymiz deb biz bormagan yer, chiqmagan do'ng va kirmagan o'y qolmabdi.
Sening bilan biz tetimigan turmuşning achchiq chuchuklari qammapti. Axir mushu Aykülni makon tutib o'tiribdiq. Mushu orliqda ketgini ketib, oxirgi hisobda yani sening bilan biz eshib qapdiq. Bayatın xiyol surib, sukutga cho'kib o'tirganimning sababimi dal mushu edi. Xudovandi Karim shariat panoh anbiyo mursallarga, fazilatlik va to'g'ri yo'lliq ulug' avliyolarga, rahimdillik va qudratlik mashoyixlarga shanu shavkat ato qilishni iroda va taqdir qilmoqchi bo'lsa, o'zining hikmati orqali ularni oldi bilan ig'ir hijron va xoruzorlik ilmiga mubtilo qilur. Bu 5 kunlik o'tna jahonning issiq sovuqlarini ko'zitib, ochiq chuchuklarini tetitib, mehnat va mushaqqatlarning qayg'u hasratlaridan meva uzdirib, hasrat, nadomat, to'zon tuproqlari bilan yug'urib, pushaymon o'ti bilan pishirib, xor va be'tibor ko'chalaridan aylantirib, ondan daraja izzat va hurmat avjiga qadam elib chiqadi. Ba'zilarini o'ziga haqiqiy yaqin darajaga ko'tarib, o'zining mahbubi va chahoriyorlari qiladi. Bizlar dal ana shu tabiqaga mansubdirmiz. Shayx Shobiddin g'o'jisining oddiy ammo ma'nosi to'limi teran bo'lgan bu masoil ma'rublarini anglab, masoil ma'rub degani tarbiya, nasihat degan gapkan. Beshini langishitib o'tirdi. Ular bir hazagacha mushundaq paranglashib o'tirishdi. Xeyli vaqt o'tgan bo'lsa kerak, qormi to'xtagan, osmonmi echilib ketgan edi. O'kar yulduzi osmonning bir chetida qiysiib qolgan edi. Biroq kecha osmoni to'limi yorqin va go'zal edi. Osmonning qa'rida yulduzlar charaqlab turishadi. Gulxan o'ti bara pasayib o'tishga boshlagan edi. Gulxanning o'tirsidagi to'g'roq o'tinning qip-qizil cho'g'larining eng oxirgi yelinjishimi dipildab xiralishga boshladi. G'arg'an yo'lovchilar Gulxanning yinidila xuddi chirkayib bo'lgan kishilardek tatliq uyquga g'arq bo'lishdi. Shu kunlarda Erdevildagi Do'g'lat qabilasida panohlanib turayotgan Chog'atay zoda To'g'liq Temir o'zining turg'avut mulozimlari bilan mushu Aykül sahrosiga shikor qilib chiqqan edi. Uning bargohi Aykyldagi to'g'roq buloqdan bir chaqirim tövandagi bir tuzdanlikka tikilgan edi. To'g'liq Temirning qizil uyi alohida bo'lib, to'virliqning ustiga to'virliq degani qora uyni sirtidan o'rab turadigan tam kigiz deydi. Oldini bir qancha qitimliq shikarda etib olgan yo'lvoz terileri tikilgan. Tam kigizning etaklari bo'lgan bulg'un terisi bilan jiyaklangan. Basuruqlari yipakdan ishlagan org'amchilar bilan tortilgan edi. To'g'liq Temir bu qitimqi shikarga olay tayyorlik bilan chiqqan edi. Shikardan burun taraflarga tavachi avatib, tavachi degani xonning farmonini tegishli yerga yetkazadigan mulozim degan gapkan. İcrası qattiq bo'lgan farmon tushirgan edi. Chunki Mo'g'ullar tuzgan yasoq bo'yicha Mo'g'ul xonzodasi boshchilik qilgan shikarga qatnashmaydigan odam bo'lmasligi kerak edi. Farmonda hech kim bu shikarga xiloflik qilmasin, har qanday ishi bo'lsa qo'yib turib shikarga chiqsin deyilgan edi. To'g'liq Temir bu qitimqi shikarga otlanganda haddi hisobsiz ovchi, qushchi, qo'g'lamchilarni boshlab chiqqan edi. Yana bir muncha mulozimlarga nayza, miltiq, o'qiya oldirgan edi. To'g'liq Temirning bu shikarchi qo'shini dabdaba asalar bilan Aykyldagi bu shikar maydoniga tushkun qig'iniga bir necha kun bo'lgan edi. Har kundagi shikarda u o'zining butun xizmatkor ashraflari bilan birga edi. Shikar uchun ochiqqan qushlar va boshqa jonu jonivorlarning hammasi
Banitdan qutulib, ov qilish uchun tang harakatga kelganda, daladagi qora ko'zlik ahu kiyiklar, qavan to'ng'izlar qo'lga tushib qolmaslik uchun to'rt tarafga tang qarab, butun a'zoyi badanni ko'zga aylantiradi. Ov ishtiri shirdak changal silib, to'shqan tutish uchun ming turlik hunarlarini ko'rsatdi. Lakinlar kishilar qo'ldan xuddi yodin etilgan o'qdak osmonga chiqib, hamma tarafga hamla qiladi. Qarchug'lar tirnoq nashtiri bilan qirg'avullarning ko'z tomiridan qon oladi. Ajal burkuti kiyiklarning beshiga xuddi Azroildek tikilib, bechora kiyik va tulkilarning jonlarini ovlaydi. Muzlab toshdek qetib ketgan yerga ot tuyoqlarining urilishidan har taraflarga o't ushqunlari chashraydi. Manan chang ko'kning yuzini bir qavat darpardidek qoplab ketgan edi. Bugun atigan tavachilar texi osmonda yulduz tarqimasdinlar jangallikni chorlashga chiqishdi. Ular otliq ketib atadi. Tuyuqsiz yiroq bir yerdan eshakning ang qilib ang'irgan ovozi anglandi. Tavachilar darhol otlarining beshini shu tarafga burashdi. Ular yo'lovchilar yotgan yerga yetib kelishganda, yo'lovchilarmi o'rnidan turib bo'lishgan edi. Ular otliq mo'ng'ullarni ko'rib, biror shumliqni sezgandek bo'lib, jim turib qolishdi. "Sizlar nima odamlar? Bu yerda nima qilib yurasizlar?" deb qo'pollik bilan so'rdi tavachilarning birisi. "Biz Ardavil shahriga mang'an yo'lovchilarmiz", deb javob berdi Shayx Shahobiddin. "Bu yerda qonalg'u qilgan, mana endi yo'lga chiqayli deb turibdiq." Tavachilar yo'lovchilarning tozilarda kiyinib olganligini ko'rib, tozi degani arabiy, arabcha degan ma'noda ekan. Ularni sehrgarlarmikin deb qoldi. Shunga ularga boyaqida qo'pollik qilmasdan silliqlik bilan so'radi. "Sizlar tozilarmi?" "Yo'q, biz Uyg'ur. Mening ismim Shayx Shahobiddin bo'ladi. Bu kishining ismi sharifi Hazrati Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki bo'ladi." "Sening isming xuddi o'zingning beshiga o'rib olgan ashu gazlimidakli uzun ekan", deb mazoq qildi tavachilardan birisi. Bu gapni anglab, boshqa tavachilar kulishib ketishdi. "Beshimdagi gazlimining nomini Salla deydi. Uni faqat ilm irfonga to'lgan odam kishilarla uğraşqa haqliq. İlim irfonga to'lgan olim kishilarla uğraşqa haqliq", deb raddiya berdi heliqi tavachiga Shayx Shahobiddinmi bo'sh kelmasdin. "Sizlar gunoyinglarni bilamsizlar?" dedi tavachilardan birisi. U mujlarning begi bo'lsa kerak. Xonzoda To'g'liq Temirxon shikarga chiqqanda, har qanday odamning shikar maydonida o'z bilginicha yurishiga ruxsat qilinmaydiganligini bilamsizlar? Xonzoda To'g'liq Temirxon shikarga chiqqanda, har qanday odamning shikar maydonida o'z bilginicha yurishiga ruxsat qilinmaydiganligini bilmamsizlar? Biz Aykul xonqosidagi shayxlardandurmiz. Bu ishdan zodli xabarsizmiz. Tavachilar bu Uyg'ur baxshilarning bo'yin to'lg'ayotganligini ko'rib, birdinla g'azabi tutdi. Biroq To'g'liq Temirning Uyg'ur baxshilariga tegmanglar, ularning zittiga tegib, ranjitib qo'ymanglar. Balki ularni qadrlab, hurmatlanglar degan intayin jiddiy farmonimi bo'lganlikdan ularning adibini berib qo'yishga petinolmadi. "Farmonga xiloflik qilganliginglar uchun sizlar tutqun qilindinglar. Biz sizlarni Xonzoda To'g'liq Temirxonning oldiga ilib boramiz. Nima gapinglar bo'lsa, shu yerda aytasizlar. Qani, oldimizga tushib menglar." Mavlana Shayx Jaloliddin Ketiki ularga qarab ho'miyib qo'ydi va "Shahri Ketikni vayron qilganlar mushu majusiylarg'u" deb o'ylag'inicha noiloj ularning oldiga tushib mangdi. Bu Mo'g'ullar o'zlari burun ko'rgan Mo'g'ullarga faqat o'xshamaydi. Ularning uchisida qo'y terisidan tikilgan etaklari kang juvsi bo'lib, ular juvining
tükini sırtıga qartib örüp kiyib elishgan edi. Ammo ularning bug'u terisidan tikilgan keng, pushqaqliq, qilin shalvorlarining tuki ichiga qartilgan edi. Puttiriga kiygiz paypoq, ustidan keng qo'nchilik o'tik kiyishgan edi. Boshlardagi tulka, sulaysun va bulg'un terilaridan tikilgan. Uchi cho'qchiyib turgan quloqchilarning 3 quloqi 2 quloqni va gadini yepib, pastga sangilab turadi. Ularning hammasi bellariga agri qilish, mo'rdiriga bo'lsa o'qyalarini qiypash esilishgan edi. Bellardagi keng anlik tasma kamarlariga quyruqiga qizil pay yepishtirilgan o'q silingan sadoqlarini esib olgan edi. Tavachilar tutqunlarni haydab biroza mang'andan keyin To'g'liq Temirning bargoyiga yetib kelishdi va ularni yo'g'on bir qizil chedirning oldida kurs qo'yib o'tirgan haybatlik bir yosh Mo'ng'ulning oldiga ishtirib akeldi. Ular uning beshidagi quyosh nurida paqirab turgan qalpiqining ustidagi ko'k qo'ton ukisi bu kishining Chingiz naslidan chiqqan xonzoda ekanligidan derak berib turadi. U jiq bo'lsa 20-21larda bor bastlik, egiz bir Mo'ng'ul edi. Ikki mang'izdan qon tepchib turgan bu Mo'ng'ul yigitning chiroyidan jasurligi chiqib turadi. Dallada to'li yurganlikdan bo'z kerak, uning chiroyi oftobda va shamolda kuyib, qordab ketgan edi. Uzun qora chechi yelkisiga tushib turgan bu bahodir yigitning belidagi kamiriga kumush dastlik qo'sh bisliq xanjar esilgan. Putiga seriq bulg'ardan tikilgan to'mishqi agri egiz inchga o'kchilik o'tik kiygan edi. Uning oldida bo'yniga kumush zanjiri bog'langan bir qora toygan hushyor ko'zlari bilan kelguchilarni kuzatib yotadi. Quliqiga yo'g'on mis halqa o'tkazilgan bir habash qul to'ng'iz go'shini ushshoq to'g'rab toyg'onga yugizib yotadi. Tavachilar bu Mo'ng'ul yigitiga: "Bu Uyg'ur baxshilari yorliq bo'yicha shikarga hozirlanmay, farmoningizga xiloflik qilibdi. Shuning uchun ularni tutib keldik. Qandoq jazo berishga farmon bersangiz ijro qilishga tayyormiz" deb ma'lum qilishdi. "Sizlar nerdan keldinglar? Nemishqa tozilardek kiyinib oldinglar?" deb so'radi hiliqi Mo'ng'ul yigiti ulardan. "Nima uchun yorliqni esinglarda tutmay farmonimga xiloflik qildinglar?" "Ey hurmatli xonzoda, biz tozilardan emas, balki Uyg'ur o'limalardirmiz" deb temkin javob berdi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki uningga. "Biz Aygul xonqosida istiqomat qilayotgan shayxlardirmiz. Shunga sening shikorga chiqish haqida tushirgan farmoningdan mutlaq xabarsiz qolganmiz. Mubodo bu farmoningdan xabar topgan bo'lsak, farmonga aslo xiloflik qilmas edik." Bu chaqda atrofda turishgan Mo'ng'ul noyonlari To'g'liq Temirxon bilan tang turib so'zlashayotgan bu Uyg'ur baxshiga vaqirdi. "Hey, Juldur kepan! Hurmatli xonzoda odiylar bilan gap talashadiganga o'zing kimsan? Oldingdagi odamning kim ekanligini bilamsan? Qudratli To'g'liq Temirxon deb o'nglaganmisan?" To'g'liq Temirxon deb atalgan heliqi Mo'ng'ul yigiti qo'lini ko'tarib noyunlarni to'sib qo'ydi. Ondan to'ng'iz go'shi yeyotgan toyg'anni ko'zitib turib, Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkidan: "Aytib baqa, sen yaxshimi yoki bu itmi?" deb so'radi. "Ey xonzoda, bu gapni yaxshi so'radim", dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki qilchimi tamtirmasdan. "Agar iymon mening bilan hamroh bo'lgan bo'lsa, men itdan yaxshi. Agar iymon mening bilan hamroh bo'lmasa, it meningdan yaxshiroqdir." "Ey Uyg'ur baxshisi, iymon deganing nima?" deb so'radi yana To'g'liq Temir uning so'zini tushunmay. "Iymon deganlik Allohning barhaqligini
dilida tasdiqlash, tili bilan iqror qilish, amaliyotida ishqa oshirishdir. Bu chaqda To'g'liq Temur uning e'tiqodlarini yanada tushunamadi. Shunga, "Ey baxshi, bu so'zingni yanama tushunishli qilib aytsangchu" degan edi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki darhol mundaq deb javob berdi. "Ey hurmatli xon oliylari, quloq silib anglag'aysan. Biz musulmonlarning Allah deb atiladigan ilohimizning nazarida maqbul din islom dinidir. Maqbul din islom dinidir. İman dal ashu islom dinining ul turikidir. Ey himmetlik, g'ayratlik kishi, sen o'zing kim bo'lasan?" deb so'radi To'g'liq Temur chiroy ichib turib. U Uyg'ur baxshining deganlaridan o'zi e'tiqod qilib kelayotgan Bud Satvaning kitoblarida aytilgan amr ma'ruflarga tubdan o'xshamaydigan muhim bir narsani his qilgan edi. Qish qirovdagi mushundaq qattiq sovuqda muzlimidingmi? Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki To'g'liq Temurning illiq chiroyini ko'rib, dakki-dukkiga tushib qolgan ko'ngli oramiga tushdi-da, ikki qo'lini ko'ksiga qo'yib, o'zining minnatdorligini bildirdi. "Iltifotingga hasanat, ey karamlik Xaqon. Men hammadan avval Uyg'urdurman. Uningdan qolsa, alhamdulillah musulmondurman. Buningdan 10 yillar ilgari texi yana Şəhri Ketikning Shayxul Islomimi bo'lganman. Shunga kishilar meni Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki deyishidi. Hozir Aykul xonqosida istiqomat qilib o'tiribdiman." Uyg'ur baxshisining bu javobidan qanoatlangan To'g'liq Temur rekabidor degani xonning o'zangichisi, xonning otqa minishiga yordamlashuvchi xodim deydi. Bu Uyg'ur baxshisini ata Bo'zdongdagi xon chediriga yetkazib, mening bilan ko'rishtirgaysan deb amr qildi va Mavlana Shayx Jaloliddin Ketkiga qarab, "Ey hurmatli baxshi, ata mening huzurimga berib, men bilan ko'rishgaysan. Biz shu yerda keng kushoda suhbatlashgaymiz. Menga iymon to'g'risida e'tiqodlaringni o'jiri-bujirigacha yaxshilab tushuntirgaysan. Uqdingmi?" dedi. Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki ma'qul bo'lib beshini langshitdi. To'g'liq Temirxonning Uyg'ur baxshisiga bakmi iltifot ko'rsatib ketayotganligini ko'rgan Mo'g'ul no'yonlari norozi bo'lishib g'udingishdi. "U bir nom nishonsiz tejmalg'u. Uningga shunchalarmi yaqinchilik qilib ketgan bormi? Rost emasmi? Yorliqni as tutmay, farmonga xiloflik qilganligi uchun uni yasoqqa tortish kerak edi." deb qaqaqlab kulib ketdi To'g'liq Temur no'yonlarning norozi bo'lishqinini ko'rib. "Ey no'yonlarim, qani aytib beqinglarchi. Ulug' bo'g'larim Chingiz bilan Chog'atayning ot ustida qilish o'ynatib, qon daryolarini kechib, odam o'liklaridan tog' yasab, jang qilishdagi maqsadi nima edi? Jahondagi mamlakatlarni besib olib, butun hududlarni jahongirlarning tanha tug'i ostiga birlashtirish, qudratlik Mo'g'ul xaqonligi qurib chiqish edi" deb tang javob berishdi Mo'g'ul no'yonlarining hammasi. "Nayt to'g'ri aytdinglar. Ajdodlarimiz ot ustida jang qilib tortib olgan bu hududlar ichida butparastlarmi, musulmonlarmi, tarsalarmi, nasaralarmi billa budunchilik qilishib kirishmoqda." Budunchilik degan gap budun qadimgi Uyg'ur tilida puxra, xalq degan ma'noni bildirdi deyilibdi. Alhol Chingiz naslidan bo'lgan ba'zi yaramaz xonzodalar yig'i g'alyon qilishib, bir butun bo'lgan Chog'atay ulusini parchalashga urinmoqda. Qari budunlar yig'i o'ti ichida xonavayron bo'lishdi. "Ey no'yonlarim, bilamsizlar? Mubodo Jahongir bo'g'larim tortib olgan bu hududlarni
Yeni baştan Çağatay tuğu astığa birleştirimiz, kudretlik Moğol dövleti kurimiz deydigan bolsak, musulmonlarni, bo'libmi musulmon Uyg'urlarni haqiqiy yo'sinda o'zimizga ram qilishimiz kerak. Buning uchun ularning qo'sqig'i osh, uchisiga kiyim-kechak berib qolmasdan, balki ularning ko'ngil qushini ovlab o'zimizga ram qilishimiz lozim. Şuna oldu bilen musulmonlarning baxshilarini izzatlamay bo'lamdi. Moğol noyonları Toğluq Temirxanning so'ziga qoyil bo'lishib, boshlarini langshitdi. Noyonlarim, bir dal o'qida kiyikning ko'zini so'qib oladigan bahodirlarim, deb xitob qildi To'g'liq Temir texmi ta'sirlik so'zlab. Men ulug' bo'g'ularim Chingizxon bilan Chog'ataydan qolgan putuklarni o'qidim. Uningda nima deyilganini bilamsizlar? Xonzodam, uningda deyilganlarni sen o'zing so'zlab bermasang, biz nereden bilaylik? deb churuqrashdi qolgan noyonlar. Noyonlar tangla. Ulug' bo'g'ularim Chingizxon bilan Chog'atay xondan qolgan bu putuklarda shundoq deyilibdi. Birlik kelgan, bir tug' ostiga uyushgan taxit saltanat. Biz qurmoqchi bo'lgan o'shu qudratlik Mo'g'ul davlatining jini bo'lsa, sizlardek egisiga sodiq noyonlar o'shu qudratlik Mo'g'ul davlatining bo'g'im uygisidir. Xazina boyliq uning amaliy kuchi, saltanatning bexatarligi, davlatning kundilik ishidir. Mukofot, in'om va jazo tanbih davlatning asab nervilaridir. Ulug' bo'g'ularim Chingizxon va Chog'ataydan qolgan tajriba savoqlar bizni texim hushyor qiladi. Ulug' bo'g'ularim tarafidan adolat bilan tuzilgan yasoq tuzuklar bu qudratlik Mo'g'ul davlati uchun bitmas tugumas aql farosat va orzu umiddir. Chog'atay mamlakatining tinch osoyishligi bu qudratlik Mo'g'ul davlatining tan sog'lomligi bo'lsa, g'alyon malmonchilik davlat uchun og'riqsizlik bilan barobardir. Yig'a g'alyon davlatni munqariz qilguchi o'lim bilan barobardir. Moğol noyonları Toğluq Temirning og'zidan chiqayotgan ma'nisi to'limi teran bo'lgan bu so'zlarni to'liq tushunib ketolmagan bo'lsa-mu, ammo uning bu so'zlarini Moğol xaqonining og'zidan chiqqani yasoq tuzuk deb biladigan qori turk Moğollar uchun muqaddas qonun bo'lib hisoblanadi. Shun ular xo'sh deyishib beshini egib turishdi. To'g'liq Temir Moğol noyonlarini qoyil qilgandan keyin darhol Rikabdariga, sen bu kishini izzat bilan otga mindirib, kechqurungacha o'rtaga yaxshi muhofazat qilib elib borg'aysan, deb amr qildi. Rikabdar qulluq, xaqon olilari deb qulluq bildirdi. Atsi heliqi Rikabdar shikor g'animatlarini ortgan bir qula otni Mevlana Shayx Jaloliddin Ketkining oldiga yetilab keldi ve onu bu atga minishga taklif qildi. Mevlana Shayx Jaloliddin Ketki Shayx Shahobiddinga: Shayx Shahobiddin, siz darhol Aygul xonqosiga qaytib turg'aysiz. Allah xolisa, menmu ushbu Mo'g'ul xonzodasining huzurida ko'p hayol bo'lmasman, dedi de atga mindi. Uyg'ur baxshisining otga minib, egarda yaxshi joylashib olganligini ko'rib, xotirjam bo'lgan Rikabdar: "Hurmatlik baxshi, ching o'tiring, amisa biz ketdik", degunicha otni yetilab mangdi.